Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Alma şirkəti Xitayğa beqinib qilish masalasini ciddi azaytmoqda. Alma şirkəti uzun yıllardan beri davamlaştırıp gelgen təminləş zəncirində Xitayğa bolğan tayinishni azaytish nishonida muhim bir buruluş nöqtəsiga yetgan bo'lib, Bloomberg'ning xabariga asoslanganda shirkat iPhone 17 nusxasining hammasini Hindistonda ishlab chiqarishga boshlagan. Bu o'zgarish bilan birga yangi iPhone tiplari tunji qatim Xitoy bilan bir vaqtda Hindistonda bozorga selinadi ekan. Şirketning Hindistondagi ishlab chiqarishi ilgari Xitoyga selishtirganda haftalab, hatto oylab keynida qolgan bo'lib, Alma shirkati iPhone 16 bilan bu farqni yo'qotishni nishon qilgan bo'lsa-mu, ammo Hindistondagi qo'rashtirish jarayoni bir necha hafta kechikkan edi. Navbatda iPhone 17 nusxasi bilan bu kechikish butunlay yo'q qilingan bo'lib, bundan keyin Pro nusxalarini o'z ichiga olgan holda barliq nusxalarning Hindistonda ishlab chiqarilib, Amerikaga tonishtirish kunidan boshlab avatilganligi bildirilgan. Bu o'zgarish Alma shirkatining Hindistondagi ishlab chiqarish kuchini oshirish yo'nalishidagi strategik qadamlari natijasida mumkin bo'lgan bo'lib, yaqinda ochilgan ikki yangi zavod bilan Hindistondagi umumiy iPhone ishlab chiqarish o'rinlarining soni 5 ga yetgan. Bu kengayish Alma shirkatiga faqat ishlab chiqarish turlarining xilma-xilligini emas, shundaqli geopolitik va iqtisodiy jihatdan texnik yaxshi ta'minlash zanjirini ta'minlagan. Amerikaning Xitoydan import qilingan mahsulotlarga qo'llangan yuqori tamojna bojlarimi Alma shirkatining bu yo'nalishini tezlashtirgan. Bo'libmi Xitoydan kelgan mahsulotlardagi qo'shimcha tamojna beji Alma shirkati uchun chiqim besimi hosil qilgan bo'lib, Hindistonda ishlab chiqarishning oshirilishi shirkatning bu besimni tengpunglashtirishiga yordam qilgan. Trump hukumatining Hindistondan kelgan mahsulotlarga qo'llangan 50% tamojna beji qisqa vaqtlik tahdid hosil qilgan bo'lsa-mu, Alma shirkatining Amerika ichida ishlab chiqarish masalasidagi siyosatlari va bergan ommaviy uchurlari natijasida bu bojlardan kechirim qilinganligi bildirilgan. Amerikada bir Xitoy fuqarosiga 8 yillik qamoq jazosi berildi. Amerikaning Kaliforniya shtatida yashaydigan bir Xitoy fuqarosi Shimoliy Koreyaga, Janubiy Koreyaga hujum qilgan ahvolda ishlatish uchun qurol va o'q-dori yo'llaganligini e'tirof qilgandan keyin 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Los Angeles rayonlik sudning bayonotiga asoslanganda Amerikaga 2012-yili o'quvchilik vizasi bilan kelib, keyin davlatda qonunsiz turib qolgan 42 yoshlik Wen Xinhua ismli Xitoy haqida qaror chiqarilgan. Bayonotda Wenning ilgari Janubiy Koreyaga tuyuqsiz hujumda ishlatilish uchun Shimoliy Koreyaga qurol va o'q-dori yo'llaganligini e'tirof qilganligi ta'kidlangan bo'lib, Wenning qonunsiz va chet elning josusi bo'lib harakat qilishni o'z ichiga olgan har xil jinoyatlar sababli 8 yillik qamoqqa hukm qilinganligi bildirilgan. Aybnomaga asoslanganda Wen ilgari amerikalik amaldorlarga bergan guvohligida o'zining Amerikaga kelishdan burun Xitoydagi elchixonada Shimoliy Koreyalik amaldorlar bilan ko'rishganligini va bu amaldorlarning o'zidan Shimoliy Koreya hukumatiga qurol ta'minlashni talab qilganligini aytgan. Wen o'z mashg'ulotlarini davomlashtirish va 2023-yilda federativ qurol ruxsati olish uchun Texas shtatida $150,000 bir ish o'rni setib olgan va uni sherikining nomiga anga oldirgan va Texas shtatida setib olgan qurollarni hujjatlarda to'nglatqu va kamera parchalari deb ko'rsatib Kaliforniyaga elib kelgan. Amerika Federativ tekshirish idorasi FBI Wenning Los Angelesdagi uyiga bostirib kirib, tekshirishda nurg'un qurol, o'q-dori, ximiyalik tahdid bayqash uskunasi qatorliqlarni topgan. Yaponiya Xitoyning tahdidiga qarshi Turkiyaning uchquchisiz aeroplaniga ko'z tikdi. Turkiya ishlab chiqargan uchquchisiz aeroplanlarning muvaffaqiyatiga qoyil bo'lgan Yaponiya Xitoyning kunsiri kuchaygan tahdidiga qarshi Bayraktar TB2 ga yuzlandi. Bu xususda Anqarada ziyoratda bo'lgan Yaponiya mudofaa vaziri Ken Nakatani Turkiyaga bu turda rasmiy ziyorat qilgan tunji yapon mudofaa vaziri bo'ldi. Dünya axborot sohasining yaqindan qiziqishini qo'zg'agan mazkur ziyoratda Yaponiya vazirining Baykar ishlab chiqarish o'rinlarini ziyorat qilishi kutilmoqda.
Yaqinqi yillarda tez sur'atda taraqqiy qilayotgan turk mudofaa sanoatini baholaydigan mutaxassislar uchquchsiz aeroplan izlayotgan Yaponiya uchun Anqaraning ishonchli hamkor ekanligini ta'kidladi. Turkiya Davlat Mudofaa Ministri Yashar Güler Anqarada Yaponiya Mudofaa vaziri Ken Nakatanini rasmiy marosim bilan kutib olgan bo'lib, tarixda tunji qatim Yapon Mudofaa vazirining Turkiyaga rasmiy ziyorat qilishi va kun tartibining Xitoyning Sharqi Osiyoda kuchaygan harakatlariga qarshi Turkiyaning uchquchsiz aeroplani Bayraktar TB2 masalasini muzokara qilish bo'lishi xalqaro taratqularning diqqatini qo'zg'adi. Yaponiya sahnada o'zini isbotlagan va alohidliklar bilan raqiblardan alohida farqlanib turgan Bayraktar TB2 ning Ukraina va Afrikadagi unumli ishlatilishi va muvaffaqiyatiga qoyil bo'lgan bo'lib, Turkiyadan bu aeroplanlarni ta'minlashni planlamoqda. Yapon axborot vositalaridagi xabarlarga asoslanganda, uchquchsiz aeroplan ta'minlash uchun millionlagan dollar xomchot ayirgan Yaponiya Turkiyani uchquchsiz aeroplan ta'minlaguvchi nomzodlaridan biri deb qaraydi ekan. Davlat Mudofaa Ministri Yashar Güler Yaponiya Mudofaa vaziri bilan ko'rishgandan keyin bayonot e'lon qilib, bugun dunyodagi bexatarlik masalasining taraqqiyotiga parallel holda yaponiyalik do'stlarimiz bilan bo'libmi mudofaa sanoati va harbiy munosabatlarimizda har qanday ahvolda texmo ko'p taraqqiy qilish uchun qo'limizdan kelgan har xil tirishchanliklarni ko'rsatishga tayyor ekanligimizni bildirishni xohlayman. Hurmatli vazir bilan birga bu taraqqiyotni amalga oshirish uchun qo'limizdan kelgan har xil tirishchanliklarni ko'rsatamiz, dedi. Navbatda Bayraktar TB2 Qatar, Liviya, Ukraina, Ozarbayjon, Marokash, Efiopiya, Burkina Faso, Nigeriya va Albaniyani o'z ichiga olgan nurg'un davlat tarafidan aktiv ishlatilmoqda. Rossiya Ukraina tinchlik tirishchanliklari yuqori pallaga chiqdi. Amerika prezidenti Donald Trump Washingtonda o'tkazilgan Ukraina va Yevropa ittifoqi davlatlari rahbarlari bilan bo'lgan suhbatda Volodymyr Zelenskiy bilan Vladimir Putinning uchrashishiga tayyorlik qilinayotganligini e'lon qildi. Prezident Trump bu uchurni Truth Social ijtimoiy aloqa to'rida ham baharladi. Trump biz Yevropa davlatlarining Amerika bilan moslashib Ukrainaga beradigan bexatarlik kafolatini muzokara qildik. Men orqadan prezident Putinga telefon qilib, uning bilan prezident Zelenskiyning uchrashishiga tayyorlik qilishni boshladim. Uningdan keyin uch taraf uchrashishi o'tkaziladi, dedi. Amerika, Yevropa ittifoqi va Ukraina yig'iniga qatnashgan Germaniya bosh ministri Friedrich Merz Putin bilan Zelenskiyning uchrashishining dastlabki qadamda kelgusi 2 haftaga bekitilganligini aytdi. Shuning bilan bir vaqtda u Rossiya rahbarining Ukraina prezidenti bilan suhbat ustulida o'ltirishga jasorati yetarli ekanligidan gumonlanganligini bildirdi. Zelenskiy o'z navbatida suhbat tashabbuschisining Moskva ekanligini dalilladi. Uning so'ziga qaraganda Rossiya Trampga oldi bilan ikki taraf uchrashish o'tkazib, Ondan formatni 3 tarafga kengaytirishni tavsiya qilgan. Ukraina rahbari o'zining shartsiz holda Putin bilan ko'rishishga tayyor ekanligini ta'kidlab, agar biz oldin urush to'xtatishni talab qilishni boshlasak, Rossiya yana yuzlagan boshqa shartlarni o'ttirg'a qo'yishga boshlaydi, dedi. Kreml sariyi Putin bilan Trumpning telefon suhbatini dalilladi. Ammo Putinning Zelenskiy bilan uchrashishga tayyor ekanligini dalillashdan saqlandi. Putinning yordamchisi Yuriy Ushakov faqat Rossiya-Ukraina bevosita aloqasining saviyasini yuqori ko'tarish mumkinchiligining muzokara qilinganligini bildirdi. Ilgari Putin bu xil takliflarni ko'p qatim rad qilgan edi. Amerika elchisi Steve Witkoff 19 avgust Fox xabarlari kanalining ziyoratini qabul qilganda Alyaskadagi tunji uchrashishda ruslarda ushtumtut yo'l qo'yish bo'ldi. Bu yo'l qo'yishlarga erishishning bir qismi ruslarning texmo kelishishga tayyor yoki emasligini bilib olish edi, dedi. Ammo u yo'l qo'yishning tafsilotini oshkorlamadi. Xabarlarga qaraganda muhim talash tortishliq nuqtalar zamin almashtirish ehtimolligi va Ukrainaga bexatarlik kafolati berish qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Ukraina va Yevropa rahbarlari tinchlik kelishimiga boradigan har qanday yo'lning cho'qim urush to'xtatishdan boshlanishi kerakligini ilgari sursa, Amerika bilan Rossiya to'liq tinchlik kelishimini tashabbus qilmoqda. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.